aldırıp, nurgun cüp ko'zlarni beixtiyor o'ziga qaratgan Hasan Husandek ajab rangdor, ajab bir ko'rkam bizning bir-birimizga bo'lgan muhabbatimiz. Muhabbat jilolanib turgan hayajonliq yuzlardiki, amdala so'z qizirib pishiyotgan. Gachchida tishlasa, yurakning beg'ish-beg'ishlariga berib, lavlada doni yerilgan, bir-biriga himmada yepishib olgan, jon-jonimizga jon qo'shib, badanimizni yoshartib etadigan olma, anardek ajabmi churuk, ajab bir suluq bizning bir-birimizga bo'lgan muhabbatimiz. Qunduzninkidek qap-qara, sho'x ko'zida kechalarni o'ynatib, kiyikdek chopchib, yulduzlarni chimirlatib, oy ichida o'ltirgan tunning qarchig'idagi ohudek pinhon, buloqlar qo'ynidan chachrab chiqayotgan tomcha chashmalardek taram-taram. Anasını emib bo'lib to'yingan qo'zichoqlarning sakragan holidek bangvash, ajab sho'x, ajab bir arka bizning bir-birimizga bo'lgan muhabbatimiz. Shakar salmisimu beixtiyor kishining ishtihosini qo'zg'ab, ichkisini keltiradigan bir stakan qahvadek tangsuq. Yazda may bo'lib pishib, toza voyiga yetgan, yuzlaridan qaymoq temib turgan bir jup anjirdek yeyishlik. Yiliqi bir top hasal harsining har kunigidagi pishiqlanmagan, tabiiy shirnisidek shirnalik, oppoq novatdek chin ham sap, ajab tamlik, ajab tetimliq, ajab bir shirin, ajabmi tatliq bizning bir-birimizga bo'lgan muhabbatimiz. 2020 yil 8 oyning 2 kuni Payzivat.